Assalomu alaykum azizlar. Bugungi video hamma YouTube boshlagan, kanal yuritayotgan yoki men ham bir kuni 7000 obunachiga yetaman deb niyat qilgan insonlar uchun juda muhim. Chunki bugun men sizlarga faqat chiroyli quti ochib ko'rsatmayman. Balki YouTube'dan kumush tugma qanday olinadi, kimlarga beriladi, kimlarga berilmaydi, qayerda xato qilish mumkin va bu mukofot aslida nimani anglatadi. Hammasini batafsil tushuntirib beraman. Bugun bizda haqiqiy yangi yil sovg'asi bor, YouTube'dan kumush tugma keldi. Bu shunchaki temir yoki dekoratsiya emas. Bu mehnat, sabr, muntazamlik, tomoshabin ishonchi va to'g'ri strategiyaning natijasi. Agar siz ham YouTube'da rivojlanmoqchi bo'lsangiz, bu video siz uchun juda kerakli. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bu video sizni ham o'z kumush tugmangizga yaqinlashtirishi mumkin. Ko'pchilik YouTube'da kanal ochadi, bir nechta video joylaydi va darhol katta natija kutadi. Lekin YouTube mukofotlari, ayniqsa kumush tugma, tasodifan beriladigan sovg'a emas. Oldin ko'pchilik 7000 obunachiga yetdim, demak tugma avtomatik keladi deb o'ylardi. Aslida esa bunday emas. 7000 obunachi bu faqat asosiy shartlardan biri. YouTube kanalingizni tekshiradi. Kontentingiz qoidalarga mosmi? Obunachilar haqiqiymi? Kanal faolmi? Mualliflik huquqi buzilmaganmi? Sun'iy ko'tarish bo'lmaganmi? Hammasiga qaraydi. Avvallari odamlar orasida shunday tushuncha bor edi. Obunachini ko'paytirsam bo'ldi. Keyin YouTube o'zi tugma yuboradi. Hozir tizim ancha jiddiylashgan. YouTube spam, qayta yuklangan kontent, soxta obuna, bot orqali ko'tarilgan kanal, mualliflik huquqini buzuvchi videolarni aniqroq tekshiradi. Ya'ni siz 100 mingga yetgan bo'lsangiz ham agar kanalingizda qoidabuzarliklar bo'lsa, mukofot kechikishi yoki umuman tasdiqlanmasligi mumkin. Bugun qutini ochish jarayonida men mana shu narsalarni ham tushuntirib ketaman. Bu quti qanday keladi? Oldin qanday xabar chiqadi? Kod qayerdan olinadi? Manzil qanday kiritiladi? Qaysi bosqichlarda ehtiyot bo'lish kerak? Chunki bu ma'lumotni bilmaslik ko'p odamlarni chalg'itadi. Ba'zilar 1000 ga yetadi. Lekin mukofot sahifasini topolmaydi. Ba'zilar kodni noto'g'ri joyga kiritadi. Ba'zilar manzilda xato qiladi. Ba'zilar esa menga email keldi deb firibgarlarning havolasiga kirib ketadi. Mana oldimizda YouTube'dan kelgan quti. Ko'rinishidan juda oddiy, lekin ichidagi narsa kanal tarixidagi eng esda qolarli belgilaridan biri. Men buni yangi yil sovg'asi deyishim bejiz emas. Chunki bu mukofot faqat menga emas, bu kanalni tomosha qilgan, like bosgan, fikr yozgan, ulashgan, tanqid qilgan va qo'llab-quvvatlagan har bir insonning natijasi. Quti odatda mustahkam kartondan bo'ladi. Tashqi tomondan juda dabdabali emas. Chunki asosiy e'tibor ichidagi mukofotning xavfsiz yetib kelishiga qaratiladi. Yetkazib berishda quti bir nechta yo'l bosadi. Avval ishlab chiqaruvchi markazdan chiqadi, keyin xalqaro logistika orqali mamlakatga kiradi. Undan keyin mahalliy yetkazib berish xizmati orqali siz ko'rsatgan manzilga keladi. Shu sababli manzilni juda aniq yozish kerak. Masalan, shahar, tuman, ko'cha, uy raqami, kvartira, pochta indeksi va telefon raqami to'g'ri bo'lishi shart. Agar bitta raqam xato bo'lsa ham, quti boshqa joyga ketishi yoki qaytib ketishi mumkin. Qutini ochganimizda odatda ichida himoya materiali bo'ladi. Bu narsa shunchaki bezak emas, mukofot chizilmasligi, sinmasligi, egilmasligi uchun kerak. Keyin ichida YouTube'dan tabrik xati bo'ladi. Bu xatda kanal 100 ming obunachiga yetgani, bu katta mehnat natijasi ekani, ijodkorning jamiyat yaratgani haqida yoziladi. Men uchun bu xatning qadri juda katta. Chunki u oddiy matn bo'lsa ham, o'rtada minglab soatlar mehnat, uyqusiz tunlar, montaj, reja, qayta yozilgan ssenariylar, muvaffaqiyatsiz videolar va nihoyat tomoshabin ishonchi turadi. Endi esa eng asosiy qism kumush tugma. U odatda ramka ichida silliq yuzoli markazida YouTube Play belgisi bo'lgan mukofot. Pastida kanal nomi yoziladi. Bu joyda ham bir muhim nuqta bor. Mukofotda qaysi nom chiqishini oldindan tekshirish kerak. Chunki ba'zi ijodkorlar kanal nomini tez-tez o'zgartirib yuradi. Keyin tugma kelganda eski nom yoki noto'g'ri yozilgan nom chiqib qolishidan xavotir qiladi. Shuning uchun ariza berishdan oldin kanal nomi qanday ko'rinayotganini albatta tekshirish kerak. Kumush tugma YouTube Creator Awards tizimidagi birinchilik mukofotlardan biri hisoblanadi. U odatda 1000 obunachiga yetgan kanallarga beriladi. Lekin yana bir bor aytaman. 1000 obunachi yetarli, lekin yagona shart emas. Kanal YouTube qoidalarga mos bo'lishi kerak. Bu yerda eng muhim masalalar: haqiqiy auditoriya, original kontent, mualliflik huquqiga hurmat
jamoa qoidalariga amal qilish va kanalning faol holatda bo'lishi. Kimlar xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda kontentni boshqa kanallardan ko'chirib yuklaydiganlar xavotir olishi kerak. Masalan, kimdir mashhur filmlardan lavhalar olib, ustiga ozgina muzika qo'yib, bu mening videom deb yuklasa. Bunday kanal buyuk mingga yetsa ham mukofot olishda muammo bo'lishi mumkin. Yoki kimdir TikTok, Instagram, Telegramdan boshqalarning videolarini yig'ib, montajsiz YouTube'ga joylasa, bu ham xavfli. YouTube bunday kontentni qayta ishlangan yoki takroriy kontent deb baholashi mumkin. Ikkinchi xavfli guruh obunachi sotib olganlar. Masalan, kimdir 20 ming haqiqiy obunachisi bor kanalga 1 mingga tez yetkazib beramiz degan xizmatdan foydalanadi. Natijada bir haftada 8 ming soxta obuna qo'shiladi. Tashqaridan qaraganda kanal 1 mingga yetgandek ko'rinadi. Lekin videolarda ko'rishlar 500 yoki 1000 ming atrofida qoladi. Bu YouTube uchun juda shubhali signal. Chunki haqiqiy 1 ming auditoriyaga ega kanalning ko'rishlari har doim ham juda katta bo'lmasligi mumkin. Lekin umumiy faoliyatda mantiq bo'ladi. Izohlar, layklar, tomosha vaqti auditoriya geografiyasi, obuna kelish manbalari tabiiy ko'rinadi. Uchinchi xavf mualliflik huquqi ogohlantirishlari. Agar kanalingizda copyright strike bo'lsa, ayniqsa faol ogohlantirishlar mavjud bo'lsa, mukofot jarayoni kechikishi yoki rad etilishi mumkin. Misol uchun, siz musiqa, film, sport translyatsiyasi yoki teleko'rsatuv parchasini ruxsatsiz ishlatgan bo'lsangiz, bu kanal tarixida salbiy iz qoldiradi. Albatta, hamma holat bir xil emas. Ba'zan Content ID da'vosi bo'ladi. Bu darhol kanal yomon degani emas. Lekin copyright strike jiddiyroq masala. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar siz o'zingiz suratga olgan, o'zingiz gapirgan, o'zingiz tahlil qilgan, o'zingiz montaj qilgan original kontent joylasangiz, qoidalarga amal qilsangiz, auditoriyangiz tabiiy o'sgan bo'lsa, katta xavotirga o'rin yo'q. Masalan, siz ta'limiy kanal yuritasiz. Matematika, ingliz tili, texnologiya, huquqiy maslahat, pazandachilik, sayohat yoki shaxsiy tajriba haqida videolar qilasiz. Videolaringizda sizning ovozingiz, fikringiz, tajribangiz bor. Bunday kanal YouTube uchun ancha tushunarli va ishonchli ko'rinadi. Keling, bir nechta aniq vaziyatni ko'rib chiqamiz. Birinchi misol, kanal 3 yil davomida muntazam video joylagan. Har haftada 2 ta video chiqqan. 10 ming obunachiga yetguncha jami 300 ta video yuklangan. Har bir videoda o'rtacha 10 mingdan 10 minggacha ko'rish bor. Izohlarda odamlar savol beradi, muhokama qiladi, mavzuga reaksiya bildiradi. Bunday kanal uchun kumush tugma olish jarayoni odatda ancha silliq bo'ladi, chunki o'sish tabiiy. Ikkinchi misol, kanal 6 oyda 100 mingga chiqdi, lekin bitta video viral bo'ldi. Masalan, bitta video 2 million ko'rish oldi va shu video orqali 7 ming obunachi keldi. Bu ham normal holat bo'lishi mumkin. YouTube viral o'sishni yomon ko'rmaydi. Muhimi bu o'sish haqiqiy bo'lsin. Agar viral video original bo'lsa, unda muammo bo'lmaydi. Lekin agar o'sha viral video boshqa odamning kontenti bo'lsa, keyin muammo chiqishi mumkin. Uchinchi misol, kanal 1000 obunachiga yetgan, lekin oxirgi 6 oyda video chiqmagan. Bunda mukofot umuman berilmaydi degani emas, lekin kanal faol emasligi tekshiruvda savol tug'dirishi mumkin. YouTube mukofotni faol ijodkorlarga berishni xohlaydi. Agar siz uzoq tanaffus qilgan bo'lsangiz, qaytib 3-4 ta sifatli video joylab, kanal faol ekanini ko'rsatganingiz yaxshi. 4-misol, kanal obunachisi 1 ming, lekin videolarda ko'rish videos 200 ta. Bu avtomatik yomon degani emas, chunki ba'zan eski kanal bo'lishi. Auditoriya faolligi pasayishi mumkin. Lekin agar obunachilar keskin va sun'iy o'sgan bo'lsa, YouTube buni sezadi. Shuning uchun men hech qachon obuna sotib olishni maslahat bermayman. Bu qisqa muddatda raqamni chiroyli ko'rsatadi, lekin uzoq muddatda kanalga zarar beradi. Hozir YouTube ancha aqlli ishlaydi. Oldin ba'zi kanallar boshqalarning kontentini yig'ib ham tez o'sib ketardi. Hozir esa YouTube ko'proq original qiymatga e'tibor beradi. Agar siz boshqa manbadan olingan videoga haqiqiy sharh, tahlil, izoh, taqqoslash, o'quv maqsadidagi tushuntirish qo'shsangiz, bu alohida baholanishi mumkin. Lekin shunchaki kesib yopishtirish yetarli emas. Yana bir o'zgarish. YouTube'da mukofot olish jarayoni ko'proq rasmiylashgan. Siz Create Awards sayfasida maxsus kod orqali ariza berasiz. Kod odatda YouTube studioda bildirishnoma sifatida chiqadi yoki mos sayfa orqali tekshiriladi. Lekin eng muhim ogohlantirish, hech qachon shubhali emaildagi havolaga kirmang. Firibgarlar, siz kumush tugma yutdingiz, parolingizni kiriting deb yozishi mumkin.
YouTube hech qachon sizdan parolingizni begona saytga kiritishni so'ramaydi. Mukofot kelish muddati ham turlicha bo'ladi. Ba'zida bir necha hafta ichida keladi. Ba'zida bojxona, logistika yoki manzil masalalari sabab ko'proq vaqt oladi. Masalan, bir ijodkorga 3 haftada yetib kelishi mumkin, boshqasiga 2 oy. Bu yerda asabiylashmaslik kerak. Lekin tracking raqamini kuzatish, e-mailni tekshirish va telefon qo'ng'iroqlariga javob berish zarur. Eng katta nozik joylardan biri bu kanal nomi. Agar siz kanal nomini brend sifatida yuritsangiz, mukofotda ham shu nom chiqadi. Lekin nomingizda qo'yda buzuvchi so'zlar, haqorat, mashhur brendga juda o'xshash yozuv yoki noto'g'ri belgilar bo'lsa, muammo chiqishi mumkin. Shuning uchun nomni professional saqlash kerak. Masalan, agar kanal nomi juda uzun bo'lsa, mukofotda qanday ko'rinishini oldindan o'ylang. Ikkinchi nozik joy, mamlakat va manzil. Ba'zi hududlarga yetkazib berish murakkabroq bo'lishi mumkin. Shuning uchun arizada manzilni inglizcha transliteratsiyada yozish foydali. Masalan, Toshkent shahar, Yunusobod tumani, Amir Temur ko'chasi kabi ma'lumotlarni aniq va tushunarli yozish kerak. Telefon raqamiga xalqaro kodni qo'shish ham muhim. Masalan, 998 bilan boshlash. Uchinchi nozik joy, kanal egaligi. Agar kanal bir nechta odam bilan yuritilsa, mukofot kimning nomiga olinadi? Manzil kimniki bo'ladi? E-mail kimda turadi? Bularni oldindan kelishib oling. Chunki kanal katta bo'lgandan keyin jamoa ichida kelishmovchilik chiqishi mumkin. Men ekspert sifatida aytaman, YouTube kanal bu raqamli mulk. Uni oddiy akkaunt deb qarash xato. E-mail xavfsizligi, 2 bosqichli tasdiqlash, admin rollari, brend akkaunt huquqlari tartibli bo'lishi kerak. 4-chi nozik joy. Bolalar kontenti va nozik mavzular. Agar kanalingiz bolalar uchun bo'lsa, qo'shimcha talablar bor. Agar kanalda siyosiy, tibbiy, moliyaviy yoki huquqiy maslahatlar bo'lsa, ishonchlilik yanada muhim. Masalan, tibbiy mavzuda noto'g'ri maslahat berish nafaqat monetizatsiyaga, balki kanal obro'siga ham zarar qiladi. Mukofot olish uchun ham kanal umumiy safat va xavfsizlik nuqtai nazardan tekshiriladi. 5-chi nozik joy. Mukofotni sotib bo'lmaydi. Internetda kumush tugma yasab beramiz. YouTube original tugmasi sotiladigan e'lonlar uchrashi mumkin. Albatta, dekorativ nusxalar bo'lishi mumkin. Lekin haqiqiy Creator Award faqat YouTube tomonidan tasdiqlangan kanallarga beriladi. Uning qadri aynan shunda. Uni pulga sotib olish emas, mehnat bilan olish kerak. Agar siz hali 200 ming obunachiga yetmagan bo'lsangiz, birinchi qiladigan ishingiz kontent strategiyasini tuzish. Nima chiqarsam bo'ladi deb emas, kimga qanday foyda beraman deb o'ylang. Masalan, siz texnologiya haqida kanal ochsangiz, faqat telefon xususiyatlarini o'qib bermang. Odamga real foyda bering. Qaysi telefon 2 million so'mgacha yaxshi, qaysi biri kamera uchun qulay, qaysi biri o'yin uchun mos, qaysi birini olmaslik kerak. Ana shunda tomoshabin sizga ishonadi. Ikkinchi qadam muntazamlik. Har kuni video chiqarish shart emas, lekin jadval bo'lishi kerak. Masalan, haftasiga 2 ta video, tomoshabin bilsin. Bu kanal tirik. Bu yerda doim foydali narsa chiqadi. YouTube algoritmi ham muntazamlikni yaxshi ko'radi. Chunki u kanal faoliyatini tushunadi. 3-chi qadam sifatli sarlavha va rasm. Ko'pchilik faqat videoni suratga olib qo'yadi, lekin sarlavha va muqovaga e'tibor bermaydi. Aslida odam avval sarlavha va rasmni ko'radi. Lekin aldamchi sarlavha qo'ymang. Agar videoda kumush tugma ochilsa, sarlavhada shuni aniq yozing. Agar videoda maslahat bo'lsa, foydani ko'rsating. Masalan, 100 ming obunachiga yetish uchun 7 ta xato kabi sarlavha odamga nima olishini bildiradi. 4-chi qadam YouTube studioni o'rganing. Ko'pchilik faqat obunachi soniga qaraydi. Aslida ko'rish davomiyligi, klik darajasi, auditoriya ushlab qolish foizi, trafik manbalari, qaytib keluvchi tomoshabinlar juda muhim. Masalan, agar 10 daqiqalik videoni odamlar o'rtacha 1 daqiqa ko'rib chiqib ketayotgan bo'lsa, demak kirish qismi cho'zilgan yoki mavzu yetarli ochilmagan. Agar muqova ko'p ko'rinib, kam bosilsa, demak sarlavha yoki rasm kuchsiz. 5-chi qadam qoidalarni buzmaslik. Musiqa ishlatsangiz, litsenziyali yoki YouTube audio library'dagi musiqalardan foydalaning. Rasm ishlatsangiz, manbaga e'tibor bering. Boshqa videodan parcha olsangiz, uni tahlil yoki izoh bilan ishlating. Shunchaki ko'chirib qo'ymang. Ayniqsa, televizion ko'rsatuvlar, sport lavhalari, kino va kliplarda ehtiyot bo'ling. Agar siz allaqachon 100 mingga yetgan bo'lsangiz, quyidagi ishlarni qiling. Birinchi, YouTube studioga kiring va bildirishnomalarni tekshiring. Ikkinchi, kanal e-mailini tekshiring, lekin faqat rasmiy manbalarga ishoning. Uchinchi,
Creator Awards sahifasiga faqat rasmiy YouTube yoki Google yordam sahifalari orqali o'ting. 4-kod berilgan bo'lsa, uni ehtiyotkorlik bilan kiriting. 5. Kanal nomini tekshiring. 6. Yetkazib berish manzilini aniq yozing. 7. Telefon raqamini to'g'ri kiriting. 8. Ariza yuborgandan keyin tracking ma'lumotlarini kuzating. Kerak bo'lishi mumkin bo'lgan ma'lumotlar: to'liq ism, familiya, telefon raqami, email, davlat, shahar, tuman, ko'cha, uy yoki ofis manzili, pochta indeksi. Ba'zi hollarda yetkazib berish xizmati shaxsni tasdiqlash uchun pasport yoki ID ma'lumotini so'rashi mumkin. Ayniqsa bojxona jarayonida. Lekin buni ham faqat rasmiy yetkazib berish kanali orqali bajaring. Shubhali odamlarga hujjat rasmini yubormang. Yana bir maslahat: mukofot kelgach, uni darhol zarar yetmaganini tekshiring. Qutida shikast bo'lsa, rasmga oling. Mukofotda chiziq, sinish yoki nomda xato bo'lsa, qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qilish kerak. Murojaatda qisqa va aniq yozing. Kanal havolasi, mukofot buyurtma raqami, muammo tavsifi, rasm dalillari. Juda hissiyotga berib uzun shikoyat yozish shart emas. Aniq faktlar ko'proq yordam beradi. Men uchun bu kumush tugma men zo'rman degan belgi emas. Bu men tomoshabin oldida mas'ulman degan eslatma. 100 ming odam bu kichik raqam emas. Tasavvur qiling, 100 ming kishi bir stadionga yig'ilsa. Bu juda katta auditoriya. Har bir video bilan siz ularning vaqtiga ta'sir qilasiz, fikriga ta'sir qilasiz, ba'zan qaroriga ta'sir qilasiz. Shuning uchun kanal kattalashgan sari mas'uliyat ham kattalashadi. Agar siz YouTube'ni faqat pul yoki mashhurlik uchun boshlasangiz, uzoq yurish qiyin bo'ladi. Chunki boshida ko'rishlar kam bo'ladi, obunachi sekin keladi. Ba'zan bir video uchun 5 soat mehnat qilib 200 ta ko'rish olasiz. Lekin agar sizda maqsad bo'lsa, masalan, odamlarga bilim berish, tajribangizni ulashish, ularni xatodan saqlash yoki foydali ko'nikma o'rgatish bo'lsa, siz davom etasiz. Kumush tugma ana shu davomiylikning natijasi. Men ham bu yo'lda juda ko'p narsani o'rgandim. Ba'zi videolar kutganimdan yaxshi chiqdi, ba'zilari umuman yurishmadi. Ba'zan sarlavhani o'zgartirish kerak bo'ldi, ba'zan montaj uslubini yangiladim. Ba'zan tomoshabin izohlaridan keyingi mavzularni tanladim. Eng muhim dars shuki, YouTube'da o'sish faqat algoritmga bog'liq emas. Tomoshabinni tushunish, uning muammosini ko'rish. Oddiy tilda tushuntirish va ishonchni yo'qotmaslik eng katta omil. Yangi yil oldidan bunday sovg'a kelishi alohida kayfiyat beradi. Chunki yangi yil odamni o'tgan yilga qarashga majbur qiladi. Nimalar qildim, nimalarni uddaladim. Qayerda xato qildim? Keyingi yil nima qilaman? Bu kumush tugma ham menga shuni eslatyapti. Demak, mehnat bekor ketmabdi. Demak, odamlar ko'ribdi. Demak, davom etish kerak. Lekin men bu mukofotni oxirgi nuqta deb ko'rmayman. Bu faqat keyingi bosqichga eshik. 100 mingdan keyin 200 ming bor, 500 ming bor, 1 million bor. Lekin raqamdan ham muhimroq sifat. Agar kanal kattalashib, foydasi kamayib ketsa, bu yomon. Agar kanal sekin o'sib, lekin auditoriyaga real yordam bersa, bu ancha qimmatli. Shuning uchun men keyingi bosqichda ham yanada sifatli, aniq, foydali va amaliy videolar qilishga harakat qilaman. Siz ham agar YouTube boshlamoqchi bo'lsangiz, bugun boshlang. Eng zo'r kamera kutmang. Eng mukammal mikrofon kutmang. Avval oddiy telefon bilan boshlang, lekin ovozingiz tushunarli bo'lsin, mavzu aniq bo'lsin, tomoshabinga foyda bo'lsin. Keyin asta-sekin sifatni oshirasiz. Ko'pchilik mukammallikni kutib, umuman boshlamaydi. Aslida birinchi 20 ta video sizning maktabingiz bo'ladi. Siz gapirishni, montajni, sarlavhani, auditoriyani tushunishni o'rganasiz. Bugun biz YouTube'dan kelgan kumush tugmani ochdik va shu bilan birga bu mukofot o'rtada qanday jarayon borligini batafsil ko'rdik. 100 ming obunachi, bu katta natija, lekin u bilan birga mas'uliyat, qo'yda sifat va ishonch ham keladi. Agar siz original kontent qilsangiz, obunachini halol yig'sangiz, mualliflik huquqini buzmasangiz, YouTube studioni kuzatsangiz va tomoshabinga haqiqiy foyda bersangiz, siz ham bir kuni mana shunday qutini ochishingiz mumkin. Mening eng asosiy maslahatim: raqam ortidan quvmang, qiymat yarating. Raqam qiymat ortidan o'zi keladi. Har bir video oldidan o'zingizdan so'rang, bu video tomoshabinga nima beradi? Uni nimadan ogohlantiradi? Qaysi savolga javob beradi? Qaysi qarorni osonlashtiradi? Agar shu savollarga javob bo'lsa, demak siz to'g'ri yo'ldasiz. Azizlar, bu kumush tugma sizlarning ham qo'llab-quvvatlashingiz natijasi. Fikrlaringizni izohlarda yozing. Sizningcha YouTube'da 100 ming obunachiga yetish uchun eng muhim narsa nima? Siz ham kanal yurityapsizmi yoki endi boshlamoqchimisiz? Albatta like bosib qo'ying. Kanalga obuna bo'ling va
videoni YouTube'da rivojlanmoqchi bo'lgan do'stlaringizga yuboring. Keyingi videolarda yanada foydali, amaliy va kerakli mavzular bilan ko'rishamiz. Rahmat sizlarga, yangi yilda hammamizga katta natijalar. Xolis mehnat va chiroyli yutuqlar nasib qilsin.